Короче, o'g'limizni uylantiramiz. Nima? Uylanaman. To'y. Hay! Mana to'yim, 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 mana to'yim. Mana to'yim. Dadasi, o'g'lingiz tomni ketib qoldi. Yoshi o'tib, miyasiga urib shekilli. Bilmaydi, xotin kishi qanaqa bo'lishini. Uylantiramiz. Faqat 2 yildan keyin. Nima? Nima? 2 yil? Men 2 yil kuta olmayman. Uzr, ketdim. Dada, meni chiritmoqchimisiz? Cho'chima qo'zim, yoningda o'zim. Kuzda to'y. Ha, kuzni kutib nima qilasiz? Yoz ham yaxshi fasl. Yoz bo'lsa yozda. Kuzda, salqinda. Yoshlarga ham yaxshi. Siz ham zo'r bilasiz. Oy, Hammani to'yda bo'ladigan birinchi problema. Kimlarni aytamiz? 1000 kishilik qilaylik. Dushmanlarimiz ko'rib, u bichoy kuyib qolsin. Shuni 2000 kishilik qilaylik. U bu joy kuyganlar birra to'la o'lib qo'ya qolardi-da. Mahallamiz ancha sakrashiniyaga tusharmidi? Tarbiyaqa. To'y qiladigan meni karlaydigan senlarmi? Voy dadasi, yegan og'iz uyaladi. Ko'proq aytaylik. Sen uyalasanmi? Sen meni umrimni yeding. Mana u sochimga qo'shib. Biron marta uyalganingni ko'rganim yo'q. Gap tamom. 200 kishilik to'y qilamiz. Sen 50 ta qarindoshingni aytasan. Men 50 ta qarindoshimni aytaman. Sen 20 ta o'rtog'ingni aytasan. Qolgan 80 tasini mahallaga beramiz. Men qarindoshlarim kela olmaydi, uzoqda-ku. To'y qarindosh bilan. Chaqirasan. Aytdim-ku dadasi, ular uzoqda. Taksi problema. Odam bo'lsa taksi yo'q, taksi bo'lsa odam yo'q. Dunyo bexabar, bu yoqqa ko'rsataman. Mana. Nima ekan dadasi? Xullas Play Market yoki App Store'dan Carpool ilovasini yuklab olasan. Paputi degan narsani eshitganmisan? Xuddi shunaqa narsa. Ana shu ilovaga kirasan, Toshkentdan viloyatga ketayotgan bo'lsang, bo'sh ketmayman, odam olib ketaman desang, ana shu ilovaga kirib tugmasini bossang, yo'lovchilarni o'zlari senga aloqaga chiqishadi. Agar o'zing ketmoqchi bo'lsang, mashina topa olmasang, mana shu ilovaga kirasan, o'zingga yoqqan mashinani tanlaysan, narxini egasi bilan kelishasan, ana unaga ketaverasan. Unda hamma qarindoshlarim aytaman. Bekorra aytibsan. O'sha 50 kishidan bitta oshtirsang, to'yni 2 yildan keyin qilaman. To'yatni qila olmaymiz da. 20 ta o'rtog'im borki, tikka chopaman. Hech kim kerak emas. Shu bilan uylansam bo'ldi. Yana ozgina yashasam bu xotin bilan. Meni aqldan ozdiradi. Tentak bo'lib qolyapman. Tentak. Uzr dadasi, bugun uncha asabingizga tega olmadim, lekin ertaga asobiy harakat qilaman. To'xtang-da, jicha chalasi qoldi. Sen yo'qoldi. Bir ana burchi-murchida o'ynab bergin. Seni ko'rsam borki, qornim og'riyapti. Dadasi, jicha iflos bo'lsam ham, lekin men sizga sodiqman. Hattoki imtihonga kirganimda o'z miyam meni tashlab ketgan bo'lsa ham, men sizni haligacha tashlab ketganim yo'q. Sodiq yuribman. Dakkansa sodiqman. Menimcha bori, o'sha miyang seni tashlab ketgancha ortga qaytmaganda momam aytardi. Miyada tovuq, tovuqda miya bo'lmaydi deb. Jinursan nima deyapman men? Meni miyamga tegdi. Uni buni qo'ying. Siz bilan bir suhbatlashaylik. His-tuyg'ular haqida. Masalan, sizga qanaqa shashlik yoqadi? Qiymami yo jazmi? Yo jigarmi? O'lgan baliqdan kuzkavoy yoqadi. Piyozlar bilan shortdan qilib yesang, kuzingizdan sepib. O'zi shundoq ham baliqni o'ldirib keyin pishirishadi-yu. Xullas, kecha janjalimizni telefonda davom ettirdik-ku. O'sha hamma yozmalarimizni yig'ib ChatGPTga tashladim. Aytishi bo'yicha men 100% haq ekanman. Siz 100% haqsiz, ha? Menga qara, shu ChatGPTning mabodo ayol kishi emasmi? Jinnimisiz? Uni jinsi yo'q. Tentak o'qibsan. Uni jinsi bor. Prosta senga aytmagan. Uyalgan. Voy, rostdan ham jinsi bo'lsa-ya. Shuncha gaplar yozganman. O'l, bularning hammasini orqasida bitta brat turgan bo'lsa-ya. Tuturuqsiz gaplaridan boshim og'rib ketdi.
Shukur qiling, men bilanchi boshingiz sal og'riyapti. Agar boshqasi bilan yashaganingizda boshingiz og'riqdan yorilib o'lardingiz. Между прочим, men boshqasiga uylanmasdim. Vatan bitta, xotin bitta.